100 ming pulingiz bormi? Mana 100 mingga mana shunaqa uy olsangiz bo'ladi. Demak, mana bu yerda podvali bor. 2,5 sotiklik ushbu xonadonimiz sotuvga chiqqan. Mana bu yerda esa avtomobil qo'yish uchun joy bor. Demak, tashqarida sanuzil bor. Ana endi ichkarisini ko'ramiz. Ichkarida mana bu hol qismi, bunisi esa katta zal. Chiroyli. Ana endi esa oshxonani ko'rsataman. Bu yerda kattalar yotoqxonasi. O'zini sanuzili bilan. Bu yerda esa bolalar yotoqxonasi. Tak. Bu xona yana bitta yotoqxona sifatida foydalansa bo'ladi. Bu yerda esa umumiy sanuzil. Umumiy maydoni 170 kvadrat, podval bilan hisoblaganda 170 kvadrat metrni tashkil qiladi. Xullas, egalarning raqamlarini opisiyaga yozib qo'yaman, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. O'sha aytilgan gap narxi 100 ming